Hammaga salom qizlar, bugun sizlar bilan birga yarim kunlik vlog olamiz. Men ertalab soat 6:30ga yaqin turib, joylarimni yig'ib, ovqatlarimni qilib oldim. Keyin sizlarga meni unpacking video olishga ham ulgurdim. Qizlar, bu videoda men ikkita dona qo'l kremini bitta gubkani ko'rsatdim. Menga qo'l krem juda ham kerak, chunki sumkamga olib yurishimga ham shu ko'rsatgan qo'l kremi вообще удобный ekan. Keyin qarasam soat 7:30 bo'lgan ekan. Tezroq kiyinib, sumkamni tayyorlab maktabga ketdim. Maktabda video ola olmadim, chunki telefon bo'lishi mumkin emas edi. Keyin uyga kelib srazu kiyimlarimni almashtirib oldim. Переходni zo'rini qildim. Bugun ishim ko'proq edi, kiyimimni dazmollashga vaqtim yo'q edi. O'shaning uchun tez kiyinib ishlarimni qilishga o'tib ketdim. Oshxonaga chiqsam, rakovinaning ustida ahvol bo'lib yotgan ekan. Idishlarim ko'payib qolgan ekan. Ularni ham tozalab yuvib oldim-da, to'ntarib qo'ydim. Qizlar, men уборка qilganimni qisqacha ko'rsatib ketganman, chunki уборка video alohida chiqadi. Men oshxonada video olaman deb qarasam, telefonimiz zaryadkasi 1% qolgan ekan. Keyin u yog'iga video ola olmadim. Hammaga xayr!